farzand boshqa davlatga borgisi keladi, lekin shunda ham ota-ona yo'q, hech yoqqa bormaysan, uylanasan, keyin ketasan. Ruxsat berishmaydi. Katta o'g'lini rivojlanishiga qo'yib bermaydi. Men aytdim, sen uylanasan, keyin ketasan. Yoki любовь yurmagin menga. Hech qanaqa kerak emas. Deb kontrol qilishmoqchi bo'lishadi mana shunaqa. Anaqa berilmaydi. Svoboda, vыбор svoboda yo'q. Ko'p oilalar ham hozirda qanaqadir manfaat bo'lsagina, yoshlar to'g'ri keladimi, yo'qmi, uncha qiziq emas ota-onalarga. Manfaat uchun oila qurilib kelyapti, manfaat uchun. Bu esa erta ajralishga olib kelyapti. Shu uchun hozir ajrimlar soni ko'payib ketgan. Men tavsiya qilaman, birinchi bo'lib ota-onalarga farzandini eshitishi. Agarda ota-ona farzandini eshitsa, gaplasha olsa, shunda ajrimlar kamayib boradi. Yoshlarga ham maslahat beraman, oila bu katta mas'uliyat. Shu mas'uliyatni yelkangizga olishga kuchingiz, aqlingiz yetsa, marhamat oila quring.